Diqqat, pensionerlar uchun muhim yangilik. Pensiyani olish endi yanada oson. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomizda pensionerlar uchun juda muhim yangilik haqida so'z yuritamiz. Endilikda pensiyani bank plastik kartasi orqali rasmiylashtirish va olish jarayoni ancha qulaylashdi. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Eng muhim yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, muhim ma'lumot. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-fevraldagi PF 6155 sonli farmoniga muvofiq pensiya to'lovlarini rasmiylashtirish tartibi soddalashtirilgan. Endilikda pensiyani bank plastik kartasi orqali olishni istagan fuqarolar pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, navbat kutishi yoki hujjat topshirishi shart emas. Buning uchun pensioner o'zi istagan tijorat banki filialiga murojaat qilib, bank kartasini ochishi kifoya. Bundan tashqari ko'plab banklarning mobil ilovalari orqali ham arizani elektron shaklda yuborish mumkin. Ya'ni uydan chiqmasdan turib, smartfon orqali bir necha daqiqada barcha rasmiylashtirish ishlarini bajarish imkoniyati mavjud. Bu tartib ayniqsa yoshi katta yoki sog'lig'i sababli harakatlanishi qiyin bo'lgan fuqarolar uchun katta qulaylik yaratadi. Ular ortiqcha yo'l yurish va navbat kutishdan xalos bo'ladilar. Shuningdek, bu o'zgarish mamlakatimizda raqamli xizmatlarni rivojlantirish va katta xizmatlarni aholiga yanada qulay, tezkor hamda shaffof tarzda taqdim etish yo'lidagi muhim qadamlardan biri hisoblanadi. Yana bir muhim jihatni unutmang. Pensiyasini bank plastik kartasi orqali oladigan fuqarolar pensiya summasini qo'shimcha 1% rag'batlantirish tariqasida to'lab beriladi. Shu sababli pensiyani plastik karta orqali olish nafaqat qulay, balki qo'shimcha mablag' olish imkoniyatini ham beradi. Shu bilan videomiz o'z yakuniga yetdi. Videoga like bosing, yaqinlaringiz bilan ulashing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.